Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan men Nexi. Bugun bizga to'g'ri nastroyka qilishni o'rgataman. Tak, birinchi trenirovkaga kiramiz. Kirishimiz bilan biz shunday kiramiz-da. Sразу UMP bilan travash ustolka. Agarda qaranglar, UMP bilan travash xuddi shu holda turgan bo'lsa, o'ng taraf tepada o'shani kirib almashtirib qo'yamiz. Keyin digirlar ko'targanda buni yoqtiramiz, tepaga o'tirib aylantiramiz. Ko'rdilar do'stlar. Aylantirib ko'tarsak tegadi, travashga ham tegadi. Buni ko'taramiz, tegadi. Tak, buning uchun yugurkilasayu, keyin turasa bitta joyda bayt ko'tarasiz. Bundan keyin do'stlar, keyin sakrab termaydi. Sakrab tersa termaydi do'stlar. O'shaning uchun avvalambor настройкаga kirib, чувствительностьga kirib, xuddi shunday qo'yib olasizlar. Yoki-da o'zingizlarning telefoniga mos qilib настройка sotib olinglar. Mana xuddi shunday. Mana bu xud 6 barmoqli xud bo'ladi. 6 barmoqli emas, 4 barmoqli. Mana bu pritsel tepasida stenka bo'ladi. Keyin bu yerda aruj almashtiradigan, keyin o'tiradigan, sakradigan. Xullas, sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, keyin bayt qilasiz, shuncha mansub qilib turib, mana bunday hechot tushib qolsa uyat bo'ladi. O'shani mansub qilib, bo'p sirada aylantirib ko'tarasiz. Oyog'iga tortib qoldi. Agar 100 obunachi bo'lsak, любой bitta Androidga настройка chiqaraman. Xuddi shu narsa YouTube kanalga. Tak. Qiladigan bo'lsak, endi bu настройкani tekshiramiz. Tekshirish shart. Qotib turgan odamga hujjat berish oson do'stlar. Tekshirish ham kerak. Mana o'zi bo'lyapmiz. Tak, bu yerda bitta odam bor ekan. Hazina tez. Ha, bo'ldi. Zajimga tortib ketdi, aylantira olmay qoldim. Xullas, yurasizlar-da bunday. Yugurayotgan odam ana chap tarafga yugurayotgan bo'lsa, chapga tortasiz, o'ng tarafga bo'lsa, o'ng tarafga. To'g'riga ketayotgan bo'lsa, to'g'riga ko'tarasiz. Mana bunday. Ko'ryapsizlar-a? Tak, yotgan. Hop, deydim, zajimga tashlaydi. Tak, mana. Hop. Hop. Ana ko'rdinglar-a? Menga qarab o'tirdi, men to'g'riga ko'tardim. Agar bayt qilib yurgan bo'lganda aylantirib ko'tarardim. Hoppa, hop. Mana qo'shib degan. Do'stlar, настройка bo'lmanda. Agar kerak bo'lsa, besplatni beraveraman obunachilarimga. Xullas, to'g'ri настройка qilishning eng oson yo'li shu. Endi mana YouTube'da ko'rsataman. Tegadi. Ko'ryapsiz, pulga tegatyapti. Bu yerda ko'ring. Qaranglar, butulka ko'rsataman. Sakraymiz, priseli tegmayapti. Qaranglar, настройкаlar zo'r bo'lsa, fulka tegadi. Menda kam tegyapti, ko'ryapsiz. Настройка mana 90% hechotli настройка. Ko'rayotgan bo'lsanglar, vashti juda bomba настройкаlardan bittasi bu. Davay, obuna va like'larni bosib o'ramiz. Mana to'g'riga bitta yugurib o'tiramiz, orqaga qaytamiz.
Mana videoda faqat to'g'riga ko'taramiz. Ko'rdinglarmi? Mana. Ananda ko'tarsa tegmaydi-da. Tepasiga chiqyapti. To'g'ri ko'tarsa suvga tegadi. Ko'rdinglarmi? Endi bu yerdagi odamlarni ko'rsataman. Chap tarafga yuguryapti, chapga tortaman. O'ng tarafga yuguryapti, o'ngga tortaman. Chapga, o'ngga. Endi o'tirib berib ko'ray qani. Tegmayapti-yu do'stlar. Hozir men sizga buni ko'rsatib beraylik. Tak, do'stlar, luzi sredniga qo'yamiz. Lekin burası tegmay qolyapti, ko'ryapti. Keyin navbat tashlab bermayapti. Hoppa, bitta bor. Hoppa. Hoppa. O'ng tarafga chiqib bo'pti-yu, men ko'rmay qoldim. Downloadga chiqib bo'ldi. Qandaga hujjatni tegmaydi mana. Shuning uchun zajinga chiqib ketdi. Downloadga chiqib bu keldi. Tek qilaman. Tek yonda ko'raman. Ani ko'rdinglarmi? Chik. Tegmaydi valla. Ne bu? Ketpan chiqamidimi? Ma просто. Ko'rdinglar-a do'stlar? Agar video yoqgan bo'lsa, uni like bosib qo'ying do'stlar. Video manbasi yoqgan bo'lsa sizga albatta yoqgan bo'lsa sizga like va obuna bo'lishni tavsiya qilaman. Meni 91% obuna va like bosmasdan ko'rar ekan. Davay, obuna va like'ni dang'ilab tashlaylik. Mana men nastroykan agar eshitishda kerak bo'lsa, mana ko'rsanglar bo'ladi. Men vysokidagi nastroykanni ko'rsatib qo'yaveraman. Mana knopka GPM 390. Do'stlar, mana sizlarga o'zimni pullik nastroykamni sizlarga ko'rsatyapman. Shuning uchun mehnatda baholab bitta like va obuna bosib ketinglar. Chat, iltimos sizlardan. Ular ko'rdinglar-a? Video yoqtirganlarni bosib tashlaylik do'stlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan next bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, mana shundan keyingi chiqqan o'zim akkauntimga obzor degan videoni ham ko'rib ketinglar.